Assalomu alaykum. Savolni o'qiyman. Microsoft Excel jadvalining A1 D2 katakchalar bloki berilgan. Katakchalar bloki berilgan. Katakchalar bloki. D1 katakchaning qiymati qanday bo'lganda A2 D2 katakchalar bloki asosida hosil qilingan diagramma ko'rinishi quyidagi rasmdagidek bo'ladi. Diagramma ko'rinishi mana. Biz bu masalani yechish uchun D1 qatnashmagan formulalarni topib olishimiz kerak. Sababi D1 katagi bizda noma'lum bo'lib turibdi. A2 katakka qarasak, bu yerda D1 ishtirok etgan. Buni topib ololmaymiz. B2 katakka qarasak ham bu yerda ham D1 ishtirok etgan. D2 katakka qarasak ham bu yerda D1 ishtirok etgan. Bitta D1 katagi ishtirok etmagan. Formula C2 katagida ekan. Demak, C2 katagidagi formuladan foydalanamiz. P-S-T-R funksiyasi ishtirok etyapti. B1 katagining o'rniga 6 ni qo'yamiz. C1 katagi 8. Bundan kelib chiqadi P-S-T-R funksiyasi 48 1 1. Bu funksiya 48 ni birinchi belgisidan boshlab bittani, ya'ni bitta belgini qilib oladi. Ya'ni bu 4 ga teng bo'ladi. Doiraviy diagrammaga e'tibor beradigan bo'lsak, doiraviy diagramma A2 dan hosil bo'lgan, B2 dan hosil bo'lgan bu C2 dan hosil bo'lgan, bu D2 dan hosil bo'lgan diagramma bo'laklari. Ya'ni soat stirkasi bo'yicha harakatlanadi. Demak, biz C2 katagi qiymatini topdik. C2 katagi qiymati 4 ekan va uning diagrammadagi foizi 10% ni tashkil qilyapti. 10%. D2 ning qiymati noma'lum va bu 35% ni tashkil qilyapti. X ni topamiz. X tenglik 4 ko'paytirilgan 35 bo'lingan 10 tenglik bu 14 ni beradi. Bundan bilishimiz mumkinki, bizda D2 katagining qiymati 14 ga teng ekan. D2 katagidagi formulani yozaman. B1 plus D1 tenglik 14. B1 ni o'rniga o'zining qiymatlarini qo'yaman. 6 plus D1 ni x deb turaman. 14. X tenglik 8 ekan. Demak, D1 ning o'rniga 8 ni qo'ysak, quyidagi doiraviy diagramma hosil bo'ladi. Javob 8. E'tiborlaringiz uchun rahmat.